hammaga mashhur bo'lgan o'sha rajon kesmak. Aslida bu rajon bo'ladi o'qilayotganda, to'g'ri, lekin rajon deb yoziladi, rajon kesmak bo'ladi. Bu nima? Bu eski mafiya so'zidan kelib chiqqan so'z hisoblanadi, argo holatda ishlatiladi. Bu ya'ni to'g'ridan to'g'ri emas, majoziy ma'noda bo'ladi. O'zbek tilida shunaqa holat ishlatiladi. Buni asosan ikkita shaklini o'tib ketaman. Bu qanaqa bo'ladi? Birinchisi qanaqa holatda deb o'tib ketsa bo'ladi? O'zini qaysidir bitta guruhi o'zini yoki qaysi bir joyi, rayonni yoki territoriyani o'ziga yarasha qonuni bor va o'sha qonunni o'zgartirmoqchi bo'lganga nisbatan ishlatsa bo'ladi. Obana rajon kesiyor. Ya'ni qonunlarni o'zgartiradi. Tipi bu yoqqa kelib olib, yangicha qonunlar o'ylab topyapti degan ma'noni beradi. Va ikkinchisi, ko'pchilik duch keladigan holati qanaqa? O'zini katta tutyapti, o'zini kimdir deb hisoblayapti degan holatda ishlatamiz. Ya'ni o her şeyi biliyor da buraya gelip rajon kesiyor. Как будто yani sanki u hamma narsani biladi, bu yoqqa kelib olib bizga aql o'rgatyapti yoki de o'zini ko'rsatyapti degan ma'noda ishlatiladi arkadaşlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, nima qilishni bilasizlar? Takip etmayni unutmang.